Tekshiramiz. Mana bunday harakat kerak emas, Sodiq. Ratsiyaga berib. Oq yo'rgakka o'ragansan o'zingizni, oq yurib oq taragansan o'zingizni, beshigimiz uzra bedorona bo'lib, kunimizga yaragansan o'zingizni, oq yo'rgakka o'ragansan o'zingizni, oq yurib oq taragansan o'zingizni, beshigimiz uzra bedorona bo'lib, kunimizga yaragansan o'zingizni, adoyimsan O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston, fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Qalqoningiz qasdi sakingar joningga, alpomushlar ruhiy yor har o'g'loningga, gulday o'pib asragaymiz ostonangni, yovlar yaqin yurolmagay qo'rg'oningga, fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston, fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Ko'zing tatib unutganlar har bo'ladi, ko'zlariga ikki dunyo tor bo'ladi, tinch kuningni ko'rolmagan yurtfurushlar bir kun bir gap ro'yingga zor bo'ladi. Ko'zing tatib unutganlar har bo'ladi, ko'zlariga ikki dunyo tor bo'ladi, tinch kuningni ko'rolmagan yurtfurushlar bir kun bir gap ro'yingga zor bo'ladi. Adoying bo'lganmiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston, fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Adoying bo'lganmiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston, fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston, adoying bo'lganmiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston, fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Ko'rilmagan qahramonlik bilan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi g'alabaga erishyapti. Voy do'stlar, qanday tarix yozildi, bu futbolchilar boshqacha futbolchilar. Va hozir Mo'minxon oldi. O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. tabriklaymiz. Chin dildan super turnir o'tkazishdi. Bir nafasda birinchi turdan finalgacha yetib borishdi va finalda hamma yoqni portlatib tashlashdi emotsiyalar bilan. Mana shunday qo'lga kiritiladi chempionlik. Mana shunday yoziladi tarix. Mana shunday mardonavor tarzda bosib o'tiladi chempionlik yo'li. Hammaga qo'shib g'alaba qo'lga kiritiladi do'stlar. Hammaga rahmat. Boya aytdik-ku. Endi hissiyotdamiz, hissiyot ustidamiz.
balki nimanidir esdan chiqargandirmiz, lekin eng asosiysi bu onlarni mana bu murabbiyimiz qahramon. Yulduzli onlar. Ha. Jahon chempionati bizni kutib ol. Biz albatta u yerda ham yorqin o'ynashga harakat qilamiz. Tayyorgarlik bo'ldi. Bu yog'iga tayyorgarlik, jiddiy tarzda chalg'imasdan